Alhamdulillah, mana Ka'bani ham shularlar, Xudoga shukr. Kim bir pata beradi endi bir, Xudo xolasa. Ha? Kim? Kim bor? Kimga aytaman? Kim? Keng. Keng kanim. Ayting ho'janim. Bitta so'cha beringlar ho'janimga. Turib turist deysiz. Ayting, men duo qilaman. Amin. Ellarimiz obod, to'kin sochinlikda bergin Allohim. Ko'rsatgan kuningga, bergan rizqingga, bergan ne'matingga, yurib turganimizga, ko'rib turganimizga hammalarimiz mana shu yerlarga jam bo'lib turun. Payg'ambarimizni mana Allohni Baytullohga kelganimizga behisob shukrolar bo'lsin Allohim. Hammalarimiz sog' salomat bola chaqalarimizni huzurini ko'raylik Allohim. Ilohim mana shu bizni orqamizdan sirotal mustaqim solih va soliha zurriyotlarimiz ilohim orqamizda qolib, ilohim ilmli, bilimli, elimizga, yurtimizga foydasi tegadigan komil insonlar bo'lsin. Amin. Pora Qur'onni yod olib, Qur'on tilovat qiladigan, Qur'onni hofizalar bo'lsin. Ilohim Makkaga imom bo'lsin. Dunyoviy ilmiy ilmlarni egallab, buyuk ajdodlarimiz kabi buyuk olim va fuzola bo'lsin. Elimizni, yurtimizni dunyoga tarqatadigan ilohim chiroyli insonlar bo'lsin. Hayot yo'llarini ravon qilgin Allohim. Hammalarimiz mana shu umraga kelib, ilohim hammalarimiz bir-birlarimiz bilan mehribon bo'ldik. Opa singil, aka-uka bo'lib turib mana birgalashib mana umrani ziyorat qilyapmiz. Ziyoratlarimizni qabul va maqbul qilsin Allohim qilib. Hammalarimizni bilib bilmasdan qilgan katta-yu kichik gunohlarimizni Alloh o'zi afv etsin Robbim. Ilohim hamma neki niyatda kelgan bo'lsa niyatlarini Alloh o'zing ijobatini bergin. Robbana g'afir va validayya va ustozi va jamil mu'min va mu'minat va muslimin va muslimat rahmatka ya arhamar rahim. Robbana atina fid dunya hasanata va fil oxirati hasanata qina azaban nar rahmatka. Rahmat. Maşallah, rahmat. Umringiz baraka toping ilohim. Mana shu yerga bizlarni olib kelgan Omonxo'jaga, tashkilotchilarimizga, Ergash domlaga, mana shu yerda bizlarni shunchalik she'rlarga olib kelganiga behisob bizlar shukronalar bo'lsin. O'ziga hamd va sanolar bo'lsin. Mana shu ukalarimiz ilohim farzandlarini huzurini ko'rsin. Farzandlari ham iymon, e'tiqodli, insofli, diyonatli, ilmli, bilimli, zikko, solih, soliha farzandlar bo'lib, ota-onasini ilohim mehribon farzandlari bo'lsin. Ilohim doim sog' salomat bo'lib, yana umra, haj safarlariga kelishni Alloh hammalariga Allohu akbar. Sog' bo'linglar. Alloh salomat qilsin. Alloh salomat hammalaringni. O'qib olsak, mayli, ruxsatmi? Bismillah.